Xo'p, bugungi darsimiz to'plam kitobidan oxirgi raqam. Oxirgi raqam nima degani? Masalan, biron bir son beriladi bizga. 4 ning kvadrati deydi. Necha deydi? Javobini aytamiz, 16. Mana shuni oxirgi raqami 6. Bugungi mavzumizda bizga ifoda beriladi. Ifodani toping, javobini toping deydi va javobini oxiridagi sonni toping deydi. Masalan, 4 ning kubi bizda 64. Mana shu bugungi mavzumizda ana shu oxirgi raqam topishni o'rganamiz. Masalan, bularni biz kallada ko'paytirib hisoblashimiz mumkin. Lekin mana bu 2099-darajasi oxirgi raqami necha bilan tugaydi desa, biz aytishimiz kallada hisoblash juda qiyin. Million chiqib ketadi, juda katta son chiqib ketadi. Buni topish uchun bizda ikki raqamining davrini topish kerak. Masalan, 2 ning birinchisi 2 ga teng, 2 ning kvadrati 4 ga teng, 2 ning kubi 8 ga teng, 2 ning to'rtinchisi 2 ga 8 16. Oxiridagi raqamini yozishimiz kerak. Boshidagi raqami umuman qiziqtirmaydi. Oxiridagi raqami asosan yozishimiz kerak. 2 ning beshinchisi 6 ga 12. 2. Xo'p. Davr shunday narsaki, har bitta son bir necha qadamdan keyin o'zi qaytarilib keladi. Masalan, 2 4 8 6 2 4 8 6 ketadi. Bu nechta qadamda takrorlandi desa, t barobar 4 ta. 4 ta qadamda takrorlandi deb aytamiz. Endi davr nimaga topiladi desa, mana bu sonni oxirgi raqamni topish uchun davr juda muhim rol o'ynaydi. Xo'p, endi mana bu chiqqan natijani 4 ni mana bu darajaga olib boramizda 99 ga bo'lamiz. 99 ni bo'lamiz 4 ga. Ikkitadan beramiz 8 19. 5 dan bersak oshib ketadi. 4 dan 4 16. 3 qoldi. Endi mana shu 3 qoldiqni 2 ning darajasiga olib kelib qo'yamiz. 2 ning kubi. 2 ning kubi bizda necha tugadi? Oxirgi raqam 8. Demak, bizda 2 ning 99-inchisi qanaqadir uzun javob oxiri 8 bilan tugagan ekan. 8 raqami bilan tugagan ekan. Xo'p, asosan kitoblarimizda davr eng ko'pincha 2 va 4. Eng ko'p davr 2 va 4 raqami ishlatiladi. Ba'zi bir davrlarda 1 bo'lishi ham mumkin, bitta davr kelishi ham mumkin. Ba'zi bir davrlarda ikkita kelishi ham mumkin. Xo'p, qaysilari bitta keladi, qaysilari ikkita keladi, buni ham o'rganib olamiz. Xo'p, 2 ning 99-darajasini tushunib oldik. Yaxshilab misol ko'rsak, yanada tushunib olamiz. Masalan, 11 ni 111-darajasi oxirgi raqami qanday son bilan tugaydi? Masalan, biz 11 ni davrini topishimiz kerak. 11 ni kvadrati. 11 ni birinchisi 11. 11 ni kvadrati 121. 11 ni kubi. Oxirgi bir ko'paytiramiz 1. 11 ni to'rtinchisi 1. 11 ni beshinchisi 1. Davr oxirgi raqam hammasi mana bu hammasi 1 ketyapti. Demak, bizda 11 ning 111-darajasi qandaydir uzun son chiqadida oxirgi raqami 1 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi davri 1 ga teng misol ko'rdik. Endi davri 2 ga teng misol ko'ramiz. Xo'p, 5 ning masalan 195-darajasi deyapti. Oxirgi raqami qanday sondan tugaydi, shuni toping.
Biz buning uchun 5 ni davrini topib olishimiz kerak. Hop. 5 ni birinchisi 5 ga teng. 5 ning kvadrati 25. 5 ning kubi 5 kere 5 25. 5 ning to'rtinchisi 5. Hop. 5 ning davri ham 5 ga ketyapti. Demak, 5 ning davri ham 1 ga teng ekan. Demak, 5 ning 195-darajasi oxirgi raqami 5 bilan tugaydi. Endi hop 6 ning 132-darajasini toping deydi. 6 ning birinchisi 6 ga teng. 6 ning kvadrati 36. 6 ning kubi 6. 6 niki ham 1 ga teng ekan. 6 ning ham darajasi. Sonlarimizda misol ko'rib yaqamiz. Oxirgi raqam bo'ladi. Oxirgi raqam sonlarimiz to'plam hisobimizni ko'ramiz. Masalan deyapti. Misolda aytyaptiki, ayirmaning oxirgi raqamini toping. Hop. Biz 9 ni davrini topib olamiz. Birinchi o'rin. 9 ni birinchisi 9 ga teng. 9 ning kvadrati 9 kere 9 81 oxiri 1 bilan tugaydi. Hop. 9 ning kubi 9. 9 ning to'rtinchisi oxiri 1 bilan tugaydi. Demak, 9 ning davri 2 ga teng ekan. 9 ikkita takrorlanyapti. Demak, hop, mana bu 2 davrni, mana bu 2 ni darajaga olib borib bo'lamiz. 20 ni bo'lamiz 2 ga. Bittadan bersa 2, 0, 10 chiqdi. Demak, qoldiq 0 chiqdi. Hop, agar bizda qoldiq 0 chiqsa, davrni o'rnidagi son 2. 2. Demak, mana bu 2 ni, davrni 2 ni daraja 9 ni darajasiga olib borib qo'yamiz. 9 ni kvadrati deymiz. Oxiri 1 bilan tugadi deb aytamiz. Agar davr qoldiq 0 chiqsa. Agar 22 ga bo'ldik, qoldiq 0 chiqib qoldi, davr nechta takrorlanyapti? Masalan, 3 martada takrorlanganda 9 ning kubi deyardik, oxirgi raqamini qo'yardik. Hozir 9 ning kvadrati bo'ldi. 9 ning kvadrati oxiri 1 raqam bilan tugagani uchun 1 raqamni qo'ydik. Endi ayiramiz. 7 ning 20-chisi. 7 ning davri 7 ga teng. 7 ning kvadrati 7 kere 7 49. 9. 7 ning kubi 7 kere 9 63. 7 ning to'rtinchisi 21. 7 ning beshinchisi 7. Davr 4 tada takrorlanyapti ekan. 20 ni 4 ga bo'lamiz. 20 ni 4 ga bo'lsak 5 chiqadi. Bundan ham qolmaydi. Demak, davr 4 ga bo'lgani uchun 7 ning 4-darajasini olamiz. Qanaqa uzun son oxiri bilan tugab va 0. Demak, 9 ning 20-chisidan 7 ning 20-sini ayirsak, hop, 0 degan javob chiqdi. Demak,
Mavzumizning asosiy qismi shu yerdan iborat. Mavzumuzni tugallasak bo'ladi. Yanada mustahkamroq bo'lish uchun to'plam kitobimizdan misollarni yechib boramiz.